Tulada politsiya boshlig'iga 30 ming rubl taklif qilgan muhojirga jinoiy ish ochildi. Kaliningradda qizga hujum qilgani aytilgan erkak avval tojikistonlik, keyin o'zbekistonlik deb ko'rsatildi. Ruskiya община Dog'istonlik va o'zbek millatiga mansub fuqarolarni o'g'irlab ketganligi aytilmoqda. FBR qidiruvida bo'lgan O'zbekiston va AQSh fuqaroligiga ega erkak Tbilisi aeroportida ushlandi. 14 yoshli qizga yozgan muhojir 3 yilgacha qamalishi mumkin. Tojikistonlik ikki erkak Rossiya armiyasidan qochgani aytilmoqda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 43 yoshli chet el fuqarosi Rossiya hududida qonuniy yurish tartibini buzganligi uchun politsiya bo'limiga olib kelingan. Muhojir ma'muriy javobgarlikdan qutulish maqsadida politsiya bo'limi boshlig'ining stoliga 30 ming rubl qo'ygan. Politsiya bo'limi boshlig'i pulni qabul qilishdan bosh tortib, muhojirga pora berish jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishini bir necha bor tushuntirgan. Даете, и в ваших действиях взяток получаете из моих, если я возьму получение. Shunga qaramay, muhojir pulni berishda qat'iy turib olgan. Voqea tezkor xodimlar tomonidan videoga qayd etilgan. Dastlab unga qanday jazo qo'llanilishi mumkin edi? Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksning 18.8 moddasi 1.1 qismiga ko'ra, mazkur qoidabuzarlik uchun 2 ming rubldan 5 ming rublgacha jarima va Rossiya Federatsiyasidan majburiy chiqarib yuborish nazarda tutilgan. Endi unga qanday jazo berilishi mumkin? Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 291-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atiladi. 1,5 million rublgacha jarima yoki 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etish. Rossiya Ichki ishlar bo'limi xabariga ko'ra, erkak jinoyat protsessual kodeksining 91-moddasi tartibida vaqtincha ushlangan. Unga hali qamoq jazosi ham, jarima ham tayinlanmagan. Uning aybdor yoki aybsiz ekanini hamda yakuniy jazoni faqat sud belgilaydi. Agar patent rasmiylashtirayotgan bo'lsangiz, 115-federal qonunga ko'ra DMS polisini olishni unutmang. Siz biz orqali DMS polisini tez va ishonchli rasmiylashtirishingiz mumkin. Murojaat uchun bizga aloqaga chiqing. 10 va 12 avgust kunlari ijtimoiy tarmoqlarda Kaliningradda bir erkak ishdan qaytayotgan qizga hujum qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Shuningdek, gumonlanuvchi ertasi kuni ushlangani, unga nisbatan Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 131-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani va uni SIZOga joylashtirilgani da'vo qilingan. Ammo xabarlarda jiddiy ziddiyat bor. 10 va 11 avgust kunlari chiqqan dastlabki postlarda erkak tojikistonlik deb ko'rsatilgan. 12 avgust kuni Mnogonatsional Telegram kanalida aynan shu voqea va videoni tarqatib, erkak o'zbekistonlik deb atagan. Biroq ushbu postlarning hech birida Tergov qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi yoki sudning rasmiy xabariga havola berilmagan. Video nimani ko'rsatadi? 52 soniyalik rolikda bir guruh shaxslar erkakni mashinadan chiqarib, kuch bilan ushlab turgani ko'rinadi. Ammo ushbu materiallarda qizga qilingan hujumning o'zi aks etmagan. Что сделал? Я пьяный был, не знаю. Jinoyatning huquqiy tasnifini tergov organlari va sud belgilaydi. 2026-yil 11 avgust kuni taxminan soat 21:00 da Sverdlovsk viloyatining Beryozovskiy shahrida bir nechta avtomobil qora Prioraning yo'lini to'sadi. Kuzatuv kamerasi niqobli erkaklar odamlarni mashinadan chiqarib, boshqa avtomobillarga majburan joylashtirganini qayd etgan. Ommaviy axborot ma'lumotlariga ko'ra, ikki avtomobildan jami 6 kishi olib ketilgan. Jabrlanuvchilar ularni o'rmon hududiga olib borib, kaltaklashgani, kiyimlarini kesishgani va milliy mazmundagi haqoratli so'zlar aytilgani da'vo qilinmoqda. Ammo voqeaning bu qismi kameraga tushmagan va hozircha rasman tasdiqlanmagan. Tomonlar oldin tanish bo'lgan. Mojaroning markazida 700 ming rubl masalasi turgani aytilmoqda. Beryozovskiy politsiyasi materiallar Rossiya Federatsiyasi jinoyat protsessual kodeksining 144-145 moddalari tartibida tekshirilayotganini bildirdi. Bu hali jinoyat ishi qo'zg'atilganini anglatmaydi. FBR qidiruvida bo'lgan O'zbekiston va AQSh fuqaroligiga ega erkak Tbilisi aeroportida ushlandi. 18 avgust kuni gumonlanuvchi Gruziyaga kelishi bilan aeroportda ushlangan. Amaliyot Gruziya huquqni muhofaza qiluvchi idoralari va FBR hamkorligida o'tkazilgan. Gruziya ichki ishlar bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, u AQShda terrorchilik tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun guruh va moliyaviy tarmoq tuzib, uni boshqarganlikda ayblanmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, tarmoq Suriyadagi tashkilotlarga, jumladan IShIDga moddiy, texnik va moliyaviy yordam ko'rsatgan. Gumonlanuvchi odamlarni Suriyadagi jangovar harakatlarda qatnashishga undaganlikda ham ayblanmoqda. Hozirda uni AQShga topshirish bo'yicha ekstraditsiya jarayoni davom etmoqda. Gumonlanuvchining ismi va yoshi ochiqlanmagan. Кому ты писал в Телеграме? Анастасия. Сколько Анастасии лет? 14. Что ты хотел с ней сделать? Заниматься Ijtimoiy tarmoqlarda Moskva viloyatining Balashixi shahrida olingani aytilayotgan video tarqaldi. Videodagi shaxs o'zini O'zbekistondan kelgan deb tanishtiradi. Откуда ты приехал? из Узбекистана.
U Telegram orqali 14 yoshli qiz bilan yozishganini va jinsiy yaqinlik maqsadida uchrashmoqchi bo'lganini aytadi. Ruskaya община faollari uni uchrashuv paytida to'xtatib, politsiyaga topshirganini da'vo qilmoqda. Ты понимаешь, что ты совершеннолетний? Мужчина предлагал несовершеннолетней девушке заниматься Да. По-твоему, это нормально? Yo'q, извините. Rossiya Oliy sudiga ko'ra 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan ayrim jinsiy mazmundagi internet yozishmalari jismoniy aloqasiz ham 135-modda bo'yicha baholanib 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishga olib kelishi mumkin. 2026-yil 20-avgust holatiga ko'ra Moskva viloyati politsiyasi va tergov qo'mitasining ochiq rasmiy manbalarida ushbu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgani, muhojir hibsga olingani yoki unga ayblov qo'yilgani haqida alohida xabar topilmadi. Shuning uchun hozircha bu voqeani tasdiqlangan fakt sifatida tarqatish to'g'ri emas. Rossiyada xorijlik bloger bo'lish endi shunchaki kamerani yoqib, rolik suratga olish va ko'plab kuzatuvchilarni to'plashdan iborat emas. Ushbu masalaga LDPR markaziy apparati rahbarining axborot siyosati bo'yicha o'rinbosari Eleonora Kafshar e'tibor qaratdi. U o'z chiqishida ayrim xorijlik blogerlar kontentidan misollar keltirib, bunday materiallar uning fikricha jiddiy savollar uyg'otishini ta'kidladi. Kafshar keltirgan misollardan biri Jaschan taxallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik bloger Jasurbek Shodiyev bilan bog'liq. U Moskva metrosida yo'lovchilarni, jumladan qizlarni ataylab bezovta qilib, ziddiyatli vaziyatlar yuzaga keltirgan. Biroq bu roliklar Jasurbek Shodiyevga nafaqat ko'rishlar, balki huquqiy muammolar ham olib keldi. Простите, пожалуйста, умоляю, я вообще еще такого не сделал. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ushbu roliklar internet tarmog'ida monitoring qilish jarayonida aniqlangan. Ularning muallifi Jasjan Rossiyani tark etishga urinayotgan paytda Moskvadagi xalqaro aeroportlardan birida ushlangan. Moskva metrosida Jasjan nomi bilan tanilgan o'zbekistonlik bloger provokatsion videolar suratga olgani uchun qo'lga olindi. Unga nisbatan Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksining 20.1 moddasi nazarda tutilgan. Shu kabi holatlar fonida Kafshar Stop Migrant loyihasiga ham e'tibor qaratdi. Qoidabuzarlik alomatlari mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan post va videolarni qayd etib, tegishli ma'lumotlarni tekshiruv o'tkazish uchun vakolatli idoralarga yuborish taklif qilinmoqda. Tojikistonlik 2 erkak Rossiya armiyasidan qochgani aytilmoqda, ammo ular Qozog'iston chegarasiga yetib bormadi. Tarmoqdagi videolarda ulardan biri Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi bo'yicha qariyb 9 yil jazo o'taganini aytadi. За что сидел? 28. Сколько лет? 9 yil. Keyin u Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolab 3 oy xizmat qilgan. Так, дальше. Сколько провоевал? 3 месяца. Uning so'zlariga ko'ra, 3 oydan so'ng o'rmon va tikanli sim to'siqlari orqali xizmat joyidan qochib ketgan. Куда убежал? Как? Ну вот своих ходом. Как бежал? Из леса через колючку? Через лес, через колючки. Ma'lumotlarga ko'ra, o'zini Marat deb tanishtirgan vositachi ularni Saratovga olib kelgan. U yerda qalbaki pasportlar buyurtma qilinib, Qozog'iston orqali Tojikistonga ketish rejalashtirilgan. Ushbu voqea bo'yicha hozircha rasman tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda faqat video va ayrim ommaviy axborot vositalari xabarlari tarqalgan. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin.